Agar siz K-popga qiziqsangiz yoki hech bo'lmaganda ARMY bo'lsangiz, siz bir marta bo'lsa ham avlodlar, generationlar degan gapni eshitgansiz. Men sizga mana shu videomda qisqacha qilib avlodlarni tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, K-popda avlodlar, ya'ni generationlar 5 ta bo'ladi. K-popdagi guruhlar mana shu 5 guruhga bo'linadi desak ham to'g'riroq bo'ladi. Birinchi avlod bu 1992-2003 yillar orasida debyut qilgan K-pop guruhlari hisoblanadi. Misol uchun sizga HOT va SES guruhlarini ko'rsata olaman. Ikkinchi avlod guruhlari esa 2003-yildan toki 2012-yilgacha debyut qilgan guruhlar hisoblanadi. Va endi ikkinchi davrga kelib, K-pop endi boshqa davlatlarda ham eshitilar, kutilar va muxlislar orttira boshladi. Ikkinchi avloddagi mashhur guruhlar misolida Big Bang va Girls' Generation K-pop guruhlarini misol qilib ko'rsata olaman. Uchinchi avlod 90% K-poperlarni K-poper qilgan avlod. Qisqa qilib aytganda BTS, Blackpink avlodi. Ya'ni 2012-yildan toki 2018-yilgacha debyut qilgan K-pop guruhlari. 4-avlod 2018-yildan toki 2023-yilgacha debyut qilgan guruhlar. Endi ularda aynan kuchli rivojlanish, tayyor fandom bor. Chunki 2 va 3 avlod yetarli darajada K-popni global qila olishdi. 4-avlodda esa tayyor fandom bor. Ular chiqish qilishsa bo'ldi dedi. Sharoitlar hammasi bor. Shunaqa oltin davrda, tilla davrda debyut qilgan idollar. Misol uchun Stray Kids, ATEEZ, ENHYPEN, aespa, LE SSERAFIM va 5-avlod. Hozirdagi eng baby avlod desak bo'ladi, chunki oxirgi avlod bu 5-avlod. 2023-yildan to hozirgi kungacha debyut qilgan barcha K-pop guruhlari 5-avlodga kiradi. Ya'ni Baby Monster, Cortez va boshqa barcha ko'p guruhlar. Chunki 5-avlodda, 4-avlodda juda ham ko'p K-pop guruhlari chiqqan, debyut qilgan. Agar siz K-popga endi qiziqayotgan bo'lsangiz yoki umuman K-popni yaxshi ko'rib, barcha ma'lumotlardan xabardor bo'lgingiz kelsa, men sizga o'zimni yangi ochgan K-pop yangiliklar kanalini maslahat beraman. Albatta qo'shilib olinglar, chunki u yerda barcha guruhlar haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabar berasiz. Hozircha shu yerda. Agar sizga K-pop dramalar yoqsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga